siz bilan bizning mazhabimizning boshlig'i Abu Hanifa Nu'man ibn Sobit rahmatullohi alayh aytadiki, Ja'far ibn Muhammaddan ko'ra faqihroq insonni ko'rmaganman. To'rala mazhabning eng ulug' imomi deyilgan Imom Abu Hanifa Ja'far Sodiqdan ko'ra faqihroq odamni ko'rmaganman deyapti. Ko'ringlar biz kimning hayotini o'qiyapmiz. Kimlar ularni maqtayapti? Xalifa Ja'far al-Mansur odamlar Ja'far Sodiqning so'ziga ko'p quloq solib, yaxshi ko'rayotganligini ko'rib turib Abu Hanifani chaqirtirdi. Odamlar Ja'far Sodiq bilan fitlanib qopti. O'zingizni masalalaringizdan 40 ta qiyinini to'plab keling dedi. Men shunday qildim deydi. Xalifani huzuriga kirsam 40 ta masalani tayyorlab. Ja'far Sodiq o'tiribdi Xalifa Mansurning oldida. Kirishga izn so'radim, kirdim. Bu kishini taniysizmi deb so'radi xalifa. Ha, bu Ja'far ibn Muhammad dedim. So'rang savollaringizni dedi. Va men savollarni, masalalarni o'rtaga tashlay boshladim. So'ragan har bitta savolimga Ja'far Sodiq Abu Hanifa aytayapti. Sizlar Hanafiylar bu masalada mana bunday deysizlar. Madina ahli mana bunday deydi, biz esa mana bunday deymiz deb uchala tarafni fikrni beryapti.